ketdi. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar hamda obunachilar. Mana bugun sizlar bilan Xudo xohlasa mana biologiya darslaridan ya'ni botanika birinchi darsimizdan boshlaymiz. Nasib qilsa bundan buyog'iga sizlar bilan butun bir biologiya darslarini ketma-ketlikda, mavzulashtirilgan ketma-ketligida darslik sifatida gaplashamiz. Demak, birinchi darsni boshladik. Diqqat bilan qaraymiz o'rtoqlar. Ya'ni hammamiz uchun ma'lum bo'lgan narsa. Chunki biz 5-sinf emasmiz. 5-sinflik programmasini sizlarga oddiy tilda tushuntirib berishga harakat qilaman. Qaraymiz. Xo'p, agar biz mana buni botanika, ya'ni biologiya deb oladigan bo'lsak, umumiy bu bio degani bu hayot degan ma'noni anglatadi. Logio degani esa bu ta'limot degani. Demak, bu umumiy bitta daraxt deb oladigan bo'lsak, uni har bitta tarmoqlarini alohida o'rganishga harakat qilamiz. Masalan, aytaylik, biologiyada botanika yo'nalishi bor. Botanika bu o'simliklarni o'rganadigan fan hisoblanadi. Ya'ni, agar biz o'simlik haqida gapiradigan bo'lsak, biologiyaning bu botanika tarmog'i deb etsa bo'lar ekan. Tushunarlimi? Xo'p, yoki bo'lmasa, aytaylik biz fiziologiya deydigan bo'lsak, fiziologiya bu o'simlik yoki hayvonot dunyosini funksiyalarini, ya'ni vazifalarini o'rganadi. Oddiy tilda tushuntirishga harakat qilaman. Mana bu barg, to'g'rimi? Demak, o'simlik bu bargdan tashkil topgan. Xo'p, mana shu barg vazifalar jihatdan suvni bug'latib beradi, mana osmonga qarab. To'g'rimi? Xo'p, nafas oladi, ya'ni kislorod yutadi. To'g'rimi? Karbonat angidrid yutadi va oziqlanadi. Oziqlanishi hisobiga tashqi muhitga mana yana qisman miqdorda karbonat angidrid chiqarib beradi va kislorod chiqarib beradi. Ko'rdingmi? O'zi nafas olish uchun kislorod yutdimi? Yutdi. Biza nafas olishimiz uchun kislorod chiqarib berdimi? Chiqarib berdi. Oziqlanish uchun karbonat angidrid yutdimi? Yutdi. Nafas olish jarayonida karbonat angidrid chiqardimi? Chiqardi. Mana shu ko'rib turgan jarayonlarimiz bitta bargda sodir bo'ldimi? Bo'ldi. Demak, bu o'simliklarning fiziologiyasi o'rganadigan fan hisoblanar ekan. Nafaqat shu, balkim suv bug'latish yoki ajratish, har qanaqa xususiyat mana shu o'simlikning bargi orqali amalga oshdimi? Demak, bu fiziologiya fani o'rganar ekan. Yoki bo'lmasa, qaraymiz, agar biz umumiy oladigan bo'lsak, o'simlik yoki hayvonot dunyosini tur, turkum, sinf, oilalarga bo'lib o'rganishimiz kerak. Nima uchun? Agar biz buni tartibga solib o'rganmaydigan bo'lsak, o'rtoqlar, agar tartibga solib o'rganmaydigan bo'lsa, biz bitta natijaga erisha olmaymiz. Shuni hisobiga Karl Linne degan olim sistematika faniga asos solgan ekan. Sistematika degani bu turkum yoki tur yoki sinf, tartibga bo'lish. Shu narsani o'zini men alohida tushuntirishga harakat qilaman. Tasavvur qilamiz, o'simliklar dunyosi bor, hayvonot dunyosi bor. Hop, ikkitasida ham sistematika mavjud bo'lib, eng katta birlik o'simliklar dunyosida o'rtoqlar bo'limdan keyin sinf, sinfdan keyin oila, oiladan keyin turkum, turkumdan keyin tur bo'ladi. Mana shu narsani bilishimiz uchun biz sistematika fanini to'liq o'rganishimiz kerak ekan. Hayvonot dunyosida bo'ladigan bo'lsa, tipdan keyin mana odatda kenja tip bo'ladi, lekin uni yozmaslikka harakat qilamiz, ya'ni sinf deymiz. Sinfdan keyin turkum, turkumdan keyin oila, undan keyin tur bo'ladi o'rtoqlar. Mana bu bizning sistematika fanimiz o'rganadigan fan hisoblanadi. Hop, bundan tashqari biologiyaning tarmoqlari juda ham ko'p. Masalan, aytaylik, o'simlikning tashqi tuzilishini morfologiya o'rganadi, ichki tuzilishini anatomiya o'rganadi. U qaysi hududlarda tarqalish yoki tarqalmasligini bu ekologiya yoki geobotanika o'rganadi. Yoki bo'lmasa aytaylik, biz o'simlik qadimdan bor, mavjud. Buni qayerdan bilamiz biz? U tosh yoki qanaqadir g'orlarda qoldiq sifatida qolib ketgan, to'g'rimi? Shuni bilishimizni ham paleobotanika fani o'rganadi, o'rtoqlar. Mana bu botanika haqida qisqacha va lo'nda ozgina tushuncha edi. Xo'p, tushuntira olgan bo'lsam, ana endi davom etamiz. Biologiya darsida biz nimadirni o'rganishimiz uchun odatda biz laboratoriya ishlaridan foydalanamiz. Laboratoriyalarda biz qaysi qurollardan foydalanamiz? Shuni gaplashib olaylik. Masalan, aytaylik, mana bu ko'rib turgan narsamizni nomini biz pipetka deymiz. Ya'ni ma'lum bir suyuqlikni olib turib, ma'lum bir joyga tomizish, ya'ni tomizg'ich degan ma'noni anglatadi. Yoki mana bu ko'rib turgan narsamizda bu pinset deymiz. Ya'ni ma'lum bir jismni ushlab turib, uni boshqa joyga o'tkazish vazifasini bajaradi o'rtoqlar. Mana bu ko'rib turgan joyimiz bu skalpel hisoblanadi. Bu pichoqcha degani, ya'ni o'tkir tig'li pichoqcha. Nimadirni kesishga mo'ljallangan. Mana bu ko'rib turgan narsamizni probirka deymiz.
Hop, moddaning xususiyatini o'rganishga asoslangan bu buyum hisoblanadi o'rtoqlar. Ya'ni, masalan, tasavvur qiling, ichiga qon quyamiz-da, buni sentrifugalash orqali ikkita qismga bo'lib olamiz. Yoki bo'lmasa, mana bu ko'rib turgan joyimizda bu Petri kosachasi bo'ladi. Bu kosachadan nima uchun foydalanamiz? Laboratoriya sharoitida bakteriya yoki qanaqadir oziqa, ya'ni zamburug'larni o'stirishda, oziqlantirishda va bularning xususiyatini o'rganishda foydalanadigan idishchamiz hisoblanadi. Bu idishchalarni bilib olgan bo'lsa, o'rtoqlar, navbatdagisiga o'tamiz. Xo'p, esdan chiqarmaslik kerak. Har qanaqa sohani o'rganishda, u xoh biologiya bo'lsin, xoh matematika bo'lsin, xoh anglizcha bo'lsin, xohlagan fanni o'rganishda uni asosini o'rganishga harakat qilish kerak. Xo'p, mana hozir biz biologiya darsida ekanmiz, o'rtoqlar. Tiriklikning asosiy xususiyatlarini sizlar bilan ozgina gaplashib olamiz. Xo'p, nima deb o'ylaysizlar? Tiriklikning asosiy xususiyatlariga nima kiradi? Masalan, nafas olish kiradimi? Kiradi. Tiriklikka xos bo'lgan xususiyat yoki oziqlanish, masalan, bo'lsa qon aylanish, ayirish, ajratish, moddalar almashinuvi, harakatlanish, bularning hammasi tiriklikning asosiy xususiyatlari. Tasavvur qiling, agar biz mana buni umumiy bitta odam deb tasavvur qiladigan bo'lsak, oddiy tushuncha qilib aytaman, mana bu joyda ham chizib qo'yilgan, tashqi muhitdan kislorodni qabul qilish va tashqariga karbonat angidridni ajratib chiqarish, mana shu nafas olish jarayoni deb aytiladi. Nafas olish nima desa, yana qaytaraman, oddiy til bilan tushuntirganda, gazlar almashinuvi. Bu nima ekan? Nafas olish. Keyingisi, tasavvur qiling, mana bu siz tashqi muhitdan ozuqani oldingiz, ya'ni oziqlandingiz. Bu jarayon nima? Bu oziqlanish. Kerakmas mahsulotni tashqi muhitga chiqarib yubordingiz. Bu qanaqa jarayon? Bu ajratish. Lekin sizning hujayrangizning ichida ketadigan jarayonlar moddalar almashinuvi degan tushuncha ekan, o'rtoqlar. Bir narsaga to'g'ri anaqa yondosh kerak. Bu 5-sinfni ma'lumoti va boshlang'ich dars bo'lganligi uchun biz hozir ko'rayotgan darslarimizda, ya'ni mana bu moddalar almashinuvi yoki shunga o'xshash jarayonlar bu eng sodda tilda va eng boshlang'ich tushunchalarda tushuntirilyapti. Nasib qilsa, bizni kuzatishda davom eting va biz keyingi chuqurlashtirilgan darslarimizda har bitta detaligacha mayda-mayda qilib tushuntirishga harakat qilamiz. Xo'p, keyingisi, tasavvur qiling, bizda harakatlanish degan tushuncha bor. Harakatlanishda o'zi ikki xil bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz, men turibman. Agar men harakatlansam va joyimdan siljisam, mana bu faol harakatlanish deb ataladi. Yoki o'zimizdan tilda aytganda aktiv harakatlanish. Yo'q, men turibman, joyimdan siljimayapman, lekin burilyapman. Mana bu passiv harakatlanish hisoblanadi va bu passiv harakat faqat o'simliklar uchun tegishli bo'ladi. Menimcha tushuntira oldimmi? Tasavvur qilamiz yana. Bitta kunga boqar turibdi-da, quyosh qaysi tomonga qarab harakatlansa, u ham harakatlanyapti. Hop, joyidan siljadimi? Yo'q. Demak, bu qanaqa harakatlanish? Bu passiv harakatlanish. Lekin bitta hayvon turibdi-da, u joyidan siljayapti. Bu qanaqa harakatlanish? Aktiv harakatlanish. Demak, xulosa shuki, o'rtoqlar, harakatlanish bizda ikki xil bo'ladi. Agar joyi o'zgaradigan bo'lsa, aktiv harakatlanish bu hayvonlar uchun, joyi o'zgarmagan holatda bir joyda harakatlansa, bu o'simliklar uchun. Buning nomi passiv harakatlanish deb aytiladi. Mana bu tiriklikning o'ziga xos xususiyatlari hisoblanadi. Xo'p, biz nafas oldik. Biz oziqlandik. Bizda moddalar almashinuvi jarayoni sodir bo'ldi. Biz ajratib chiqardik. Biz harakatlandik va bizda nima qoldi bizda? Bizda ko'payish qoldi. Xo'p, endi yana ham oddiy tushuntirishga harakat qilaman. Ko'payish degan nima degani? Mana buni bitta narsa deb tasavvur qilamiz. Hozir nechta bo'ldi? 2ta bo'ldi. Mana shu ko'payish. Bu oddiy tilda tushuntirganda. Ya'ni, avval bitta jism yoki bitta modda yoki bitta tirik organizm bor edi. Ma'lum bir vaqtdan keyin mana bu 2ta bo'lib qoldi. Bu nima ekan? Bu ko'payish. Xo'p, bu jarayon qanaqa qilib amalga oshadi desa, bu jarayon o'z navbatida ikki xil bo'ladi. Jinsiy ko'payish hamda jinsiz ko'payish. Farqi nima? Agar jinsiz ko'payish deydigan bo'lsa, oddiygina mana shu jarayon sodir bo'lib, ikkiga bo'linish sodir bo'ladi. Ya'ni bunda jinsiy hujayralar ishtirok etmaydi. Agar jinsiy ko'payish bo'lsa, maxsus gametalar orqali amalga oshadigan bo'lsa, mana bu jinsiy ko'payish deb aytiladi, o'rtoqlar. Bu yana qaytarib aytaman, bundan to'g'ri xulosa chiqarish kerak va bu 5-sinfning ma'lumoti bo'yicha ko'payish, o'rtoqlar. Inshaalloh nasib qilsa, boshqa kitoblarimizda alohida chuqurlashtirib o'tishga harakat qilamiz va alohida to'xtalishga harakat qilamiz. Mana shu temalarimizga, o'rtoqlar. Xo'p, mana bu tiriklikning asosiy xususiyatlari, ya'ni degan temamiz edi. Mana davom etamiz. Bu usullar davomimiz, ya'ni biologiyani o'rganishda qanaqa usullardan foydalansak bo'ladi? Masalan, kuzatish usuli, taqqoslash usuli, tarixiy usul, tajriba usuli. Oddiy til bilan tushuntirishga harakat qilaman. Mana bu ko'rib turgan bargingiz, ma'lum bir vaqt davomida shuni kuzatyapsiz. Rangini o'zgarishni. Masalan, u yashil edi, keyin oqardi, keyin qizardi va to'kildi. Bu qaysi usul ekan? Kuzatish usuli.
Ikkinchisi, yana bitta bargni ko'ryapsiz-da, bir-biriga nisbatan solishtiryapsiz. Xo'p, mana bu erta bahorda yoki masalan aytaylik iyul oyidayoq to'kilish boshlayapti, mana bu sentyabrda to'kildi. Ikkovini ham kuzatyapsiz, lekin bir-biriga nisbatan solishtiryapsiz. Ya'ni bittasi ertaroq to'kilar ekan, bittasi kechroq to'kilar ekan. Bu jarayon taqqoslash usuli hisoblanadi. Keyingi usul, bu tajriba usuli. Tasavvur qiling, siz okeanni orzu qilyapsiz. Okean. Lekin okeanni modelini uyda yarata olasiz, ya'ni bitta akvarium. Bu qanaqa usul? Bu tajriba usuli. Yoki bo'lmasa, siz bitta katta o'rmonni ko'rmoqchisiz, lekin mana shu o'rmonni kichkina bog' ko'rinishida model qilib yaratyapsiz. Bu qanaqa usul? Tajriba usuli. Yana ham boshqacharoq tushuntirishga harakat qilaman. Mana bizning davlatimizda, ya'ni qanaqa hudud? Bu subkontinental hamda subtropik mamlakat hisoblanadi va tropik emas. Shuni hisobiga bizada banan yoki non daraxti yoki palma o'smaydi. Lekin xuddi mana shu narsalarni biz issiqxonalarda yoki oddiy gul tuvayda o'stirsak bo'ladimi? Mana shu usul bu tajriba usuli ekan. Adashmasam men tushuntirib berishga harakat qildim va oxirgisi bu tarixiy usul hisoblanib, bu usul orqali ko'p narsalar o'rganilgan. Masalan, aytaylik, hop, dast avval hozirgi bizlarni bilayotgan otlarimiz tulkidek bo'lgan va ular yirtqich bo'lib yashashgan, oyoqlari ham kalta bo'lgan. Hop, faol o'lja axtarish tufayli, uzoq masofani bosib o'tish tufayli va tabiiy tanlanish natijasida tulkidek bo'lgan otlar hozirgi tuyoqli hayvonlarga aylangan ekan o'rtoqlar. Bu tarixiy usul orqali o'rganilgan ekan. Xo'p, ana endi bu umumiy tushunchalar. Sizda savol tug'ilishi mumkin. Biologiyani faqat umumiy tushunchalar bilan emas, mayda narsalarni nima bilan o'rganamiz? Buning o'rganish usullari o'rtoqlar asosan ikki xil yo'l bilan amalga oshadi. Hop, juda ko'pchiligimiz ko'rganmiz, ya'ni yosh kattalar buni biladi. Dast avval qo'limizda lupa degan tushuncha bo'lgan. Ya'ni mana bu lupa. Lupa so'zining ma'nosi bu kattalashtirib beruvchi asbob hisoblanadi. Ya'ni siz ko'rayotgan mana shu narsani oddiy ko'z bilan ko'rgan bo'lsangiz, ana endi shu lupa orqali shu ko'rilgan nuqtani 3, 5, balkim 20 martagacha kattalashtirib, mana shu ko'rinishda ko'rishingiz mumkin. Demak, kattalashtirib beruvchi asbob eng oddiylardan biri mana bu ko'rib turgan lupamiz ekan o'rtoqlar. Borib, mana zamon rivojlanyapti, odamlar rivojlanyapti, texnika rivojlanyapti va borib endi bizlarni talab mikroskopga bo'ldi o'rtoqlar. Mikroskop, ya'ni mikroskop orqali ko'rishni boshladik. Ya'ni lupaga bo'lgan ehtiyoj qolmayapti. Shuni hisobiga mikroskoplarimiz ikki xil mikroskoplar chiqdi. Dast avval yorug'lik mikroskopi. Mana bu joyda bizlarni agar ko'rgan bo'lsangiz, juda ko'pchilik maktabida bu narsa bor. Chunki ikkinchi mana bu elektron mikroskoplar juda ko'p joyda yo'q hali. Mana shu yorug'lik mikroskopdan maktablarimizda foydalaniladi. Ya'ni pastdagi mana bu joydagi oynasini yorug'likka qarab turib buraladi-da. Mana bu ko'rib turgan joyimizda bu buyum stolchasi hisoblanib, mana shu joyga qanaqadir biz ko'rmoqchi bo'lgan preparatimizni qo'yamiz-da. Mana bu ko'rib turgan narsamiz tubus hisoblanadi. Mana bu bizning obyektiv, mana bu bizning okulyar va bularning ko'paytmasi bizani mikroskopda necha marta kattalashtirib berishimizni ko'rsatish mumkin. Oddiy tilda tushuntirishga harakat qilaman. Mana bu mikroskop bitta, ya'ni yorug'lik mikroskopi. Bu 8 ta qismdan tashkil topgan bo'ladi o'rtoqlar. 4 ta asosiy, 4 ta yordamchi qism. Mana bu ko'rib turgan joyimizda, ya'ni ko'zimizdan ko'radigan joyimizdan nomini okulyar deymiz va bu joyda nechidir raqam yozilgan bo'ladi. Tasavvur qiling, buning raqamining nomi 8. Demak, okulyar nechiga teng ekan? 8 ga. Mana bu ko'rib turgan joyimizda esa, aytaylik masalan 10 yozilgan. Bu ko'rib turgan joyimizning nomi obyektiv hisoblanadi. Agar siz mikroskopda necha marta ko'rilayotganligini, ya'ni kattalashtiriladiganligini ko'rmoqchi bo'lsangiz, hop, mana shu 8 ni ko'paytirasiz 10 ga va bilishimiz mumkin, bizda ko'rayotgan preparatimiz 80 marta kattalashtirib berilayotganligini ko'rishimiz mumkin o'rtoqlar. Mana bu mikroskop. Hali aytganimdek, bizda 4 ta asosiy qismlar bor. Okulyar, obyektiv, makrovind, mikrovind. Bu 4 ta asosiy qism. Endi yordamchi qismlar bor o'rtoqlar. Hop, tubus bor, buyum stulchasi bor, oyna bor, ya'ni ko'zgu bor va shtativ bor o'rtoqlar. Bular yordamchi qismlar hisoblanadi. Hop, endi yorug'lik mikroskopi biz ko'rmoqchi bo'lgan buyumni 10 martadan 40 martagacha, hozirgi zamonaviy yorug'lik mikroskoplari 2000 martagacha kattalashtirib berish xususiyatiga ega ekan o'rtoqlar. Hop, navbatdagimiz esa bu elektron mikroskop. Bu juda ham hujayraviy, mikrohujayraviy tuzilishga ega bo'lgan mikroskop hisoblanib, buyumni 200 ming martagacha ko'rish va xususiyatini o'rganish
o'rgansa bo'ladigan apparat ekan o'rtoqlar. Buni ham bilishimiz kerak va iloji boricha chuqur o'rganishga harakat qilishimiz kerak. Chunki zamon o'zgaryapti o'rtoqlar. Borgan sari biza ko'rayotgan narsalar emas, biza ko'rmayotgan narsalarni qidirishga harakat qilishimiz kerak deb o'ylaymiz hayotda. Xo'p, mana bu o'rtoqlar usullar edi. Ana endi bizada 5-sinf ma'lumotiga ko'ra Redi degan olimimiz tajriba o'tkazibdi. Masalan, hozir shu savolni sizga bersam ham, siz aytishingiz mumkin, Redidan kuchliroq fikrlab, qaysi ma'noda? Hayot o'z-o'zidan paydo bo'ladimi? Bo'ladimi? Qanaqasiga? Redi ham xuddi shu tajribani o'tkazib bergan ekan. Ya'ni olimlar aytishgan, hayot o'z-o'zidan paydo bo'ladi deyishgan. Misol qilib, nima uchun? Bitta idish olishganda, mana shu idishni og'zini ochiq qoldirishgan va ichiga go'sht solishgan. Og'zini ochiq qoldirishganligi uchun mana shu joyga pashsha uchib kiryapti o'rtoqlar. Pashsha uchib kirganligi uchun go'shtga qo'nib, mana bu joyda qurt paydo bo'lyapti. Hop, aytgan olimlar mana bu joyda go'sht bor edi, pashsha yo'q edi, lekin qurt paydo bo'ldi. Demak, hayot o'z-o'zidan paydo bo'ldi deb aytishgan va uni pashsha kirganligini olimlar ko'rishmagan. Hop, Redi aytgan, yo'q, bu bo'lishi mumkin emas. Ya'ni, mana hozir yana bitta idish olamiz, idishga go'sht solamiz va idishni og'zini yopib qo'yamiz deyishgan. Mana haqiqatan yopib qo'ydi. Yopib qo'yishi natijasida o'rtoqlar, tashqaridan pashsha bunga kirom yopdi. Kirolmaganligi hisobiga mana bu joyda qurt paydo bo'lmayapti. Redi aytgan, mana og'zini yopib qo'ydim, go'sht soldim. Mana og'iz yopiq bo'lganligi uchun, tashqaridan pashsha kirmaganligi uchun qurt paydo bo'lmadi desa, olimlar aytishgan. Ya'ni, o'rtoq, bu og'zini yopib qo'yganligi uchun havo kirmagan. Havo kirmaganligi uchun bu yerda qurt paydo bo'lmadi deysa, Redi yana bitta tajriba o'tkazib bergan. Ya'ni, idish olgan, idishga go'sht solgan va og'zini oddiy doka bilan yopgan. Tasavvur qiling, dokadan havo kiradi, lekin pashsha kirmaydi va natijada mavjuda qurt paydo bo'lmagan. Ya'ni isbotlab berganki, hayot o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Hayot paydo bo'lishi uchun qanaqadir bitta omil yoki sababchi bo'lishi kerak degan tajribani Redi pashshada va go'shtda isbotlab bergan ekan o'rtoqlar. Menimcha bu juda ham oddiygina bo'lgan bitta tajriba bo'lgan o'rtoqlar. Ana endi biz haldan bir gapiryapmiz, hayotning xususiyatlari, tiriklikning tuzilish darajalari yoki asosiy xususiyatlari, bargni gapirdik, har bittasini vazifasini, mikroskopni gapirdik. Lekin o'zi organizmning asosi nima? Organizmning asosi nima? Shu narsani gapirmadik va endi shu narsani gapirishga harakat qilamiz. Xo'p, endi bitta shunchaki savol beraman. Siz tuxum ko'rgansiz, to'g'rimi? Xo'p, tuxumni qanaqa darajada deb o'ylaysiz? O'zi bu nima? Juda ko'pchilikka savol beradigan bo'lsa, hujayra ko'rganmisan desa, u faqat kitobda o'qigan narsasi. Ha, ko'rganman tarvuz hujayralarni. Ha, ko'rganman mikroskopda. Ha, ko'rganman limon hujayralarini degan javob berishadi. Yo'q o'rtoqlar, biz hammamiz hujayrani ko'rganmiz. Biz ko'rgan oddiygina bu tuxum bitta hujayra hisoblanadi. Ya'ni shu to'g'ri tuxumi bitta hujayra. Uni tashqaridan qoplab turgan joyi bu hujayra qobig'i deb ataladi. Keyingi kitoblarda biz buni plazmatik membrana, sitoplazmatik membrana deb ataymiz. Hozircha bu nima ekan? Hujayraning qobig'i. Asosiy vazifasi hujayraning ichki muhitini tashqi muhitdan himoya qilib turish vazifasini bajaradi. Xo'p, biz ko'rgan o'rtadagi sariqlik qismi buni yadro deb ataymiz. Mana adashmasam hamma biladi buni, to'g'rimi? Bu yadro, ya'ni hujayraning o'rtasidagi. Bu yadroning asosiy vazifasi, bu nima ekan? Yadroning asosiy vazifasi bu irsiy axborotni nasldan naslga o'tkazishi. Tasavvur qiling, biz ota-onamizga o'xshaymiz, bir xilmiz. Yoki siz ota-onangizga o'xshaysiz, yoki bo'lmasa kuchuvni bolasi kuchuv bo'ladi, mushuvni bolasi mushuv bo'ladi. Nega? Chunki mana shu irsiy axborot o'tganligi uchun nasldan naslga. Hop, endi mana bu ko'rib turgan joyimiz sitoplazma bo'ladi. Sito so'zining ma'nosi o'rtoqlar, hujayra degani. Plazma so'zining ma'nosi esa bu suyuqlik degani. Demak, bu hujayra suyuqligi ekan o'rtoqlar. Mana bu hujayrani oddiygina bitta tushunchasi, ya'ni bitta tuxum haqida ma'lumot o'rtoqlar. Endi agar biz shu hujayrani yana ham yoritadigan bo'lsa, ya'ni o'simliklarga nisbatan oladigan bo'lsa, juda ko'p savollarga javob berishimizga to'g'ri keladi. Birinchi savol, nima uchun o'simlik yashil bo'ladi? Nima uchun pomidor dastavval yashil, keyin oqarib, keyin qizaradi? Nima uchun biz meva yeganimizda mevamiz yo shirin yoki achchiq yoki nordon bo'ladi? Mana shu savollarga hozir mana shu joyda diqqat bilan kuzatib tursanglar, menimcha to'liq javob olasizlar degan umiddaman. Oddiy narsa,
Men hozir aytdim, mana bitta hujayra deb oladigan bo'lsa, ustidan qoplab turgan tomoni bu hujayrani qobiq qismi, ichki tomondagi suyuqligi sitoplazma, o'rtadagi qismi esa yadro, ya'ni irsiy axborotni nasldan naslga o'tkazadigan qismi. Bundan tashqari, o'simliklarda plastida degan tushuncha bor o'rtoqlar. Plastidalar o'z navbatida 3 xil bo'ladi. Ya'ni xloroplast, leykoplast hamda xromoplast. Plastida bu o'simliklarga rang beradi. Masalan, xloroplastimiz yashil rang beradi. O'simliklarning barcha qismi, poya qismi, barcha qismi yashil bo'lishini o'simlikning hujayrasining tarkibidagi xloroplast degan organoidimiz ta'minlab berar ekan o'rtoqlar. Hop, leykoplast deganimizda rangsiz bo'ladi. Tasavvur qiling, siz bitta dane oldingiz. Daneni postini shilib tashladingiz. Ichini ochsangiz mag'izning rangi qanaqa bo'ladi? Oq bo'ladi, chunki unda leykoplast bor. Yoki bitta o'simlik oldingiz, etili chesno. Chesnoni ildizini yuvib tashladingiz. Yuvib tashlasangiz rangi qanaqa bo'ladi? Oq bo'ladi, chunki leykoplast bor. Yoki bo'lmasa olma ovosti usti qizil, lekin ichini tishlasangiz ichi oq bo'ladi. Nima uchun? Leykoplast bor. Endi savol tug'iladi. Bargning rangi yashil. Olmaning ichi oq. Nima uchun usti qizil? Chunki unda xromoplast degan organoid bor. Bu xromoplastimiz o'simliklarga har xil ranglar berish xususiyatiga ega. Qizil, sariq, zarg'aldoq, shu singari. Demak, hujayramizda joylashgan plastidalarimiz 3 xil rang berar ekan. Xloroplastlarimiz yashil, leykoplastlarimiz rangsiz yoki oq, xromoplastlarimiz boshqa rang berar ekan. Shu tufayli o'simliklarimiz rang-barang bo'lar ekan o'rtoqlar. Bundan tashqari, men aytdim, nima uchun shirin, nima uchun achchiq, nima uchun nordon? Chunki o'simlikning hujayrasida vakuola degan bitta organoid bo'ladi. Buning nomi vakuola. Vakuola asosan suvdan tashkil topgan, 70-95% gacha suv bo'ladi buning tarkibida. Qolgan qismida esa yo uglevod, yoki anaqa oqsil, lipid, yo qisman kraxmal ko'rinishda bo'ladi. Mana shu ranglarimiz o'rtoqlar, mana shu organoidlarimiz ichidagi organik moddalarimiz o'simliklarga shirin, achchiq, nordon ta'm beradi. Agar uglevodimiz ko'p bo'lsa shirin yoki shunga o'xshash. Mana oddiy narsa. Og'zingizga qovunni soling yoki tarvuz soling. Nima bo'ladi? Birdan uglevod erigan holatda bo'lganligi uchun shirin ta'm beradi. Yoki bo'lmasa og'zingizga siz kartoshkani solsangiz birdan shirin bo'lmaydi-yu, lekin kartoshkaning tarkibida ham kraxmal bor. Uning tarkibida uglevod bor, lekin shirin holatda bo'lmaydi. Nimaga? Chunki uning hujayrasida vakuolasida mavjud bo'lgan uglevod erigan holatda bo'lmas ekan o'rtoqlar. Demak, qissadan hissa shuki, bizani hujayramizdagi vakuola tarkibidagi oqsil, uglevod, lipid, kraxmallarning foiz darajasiga ko'ra bizani yeyotgan mevamizda yoki shirin, yoki achchiq, yoki nordon ko'rinishda bo'lishi mumkin ekan o'rtoqlar. Hop, mana bu bizning bitta hujayramiz haqida qisqacha ma'lumot edi. Endi o'rtoqlar, umumiy oladigan bo'lsa, hayotda organizmlarni darajalarga bo'lganimizda hujayraviy darajasiga ko'ra bo'lsa, 2 xil bo'ladi. Bir hujayrali organizmlar, ko'p hujayrali organizmlar. Ya'ni u bo'lishi mumkin bitta hujayra, bitta organizm bo'lishi mumkin. U bo'lishi mumkin bitta organizmda milliardlab hujayra bo'lishi mumkin. Shuning uchun hujayraviy darajasiga ko'ra bo'lganimizda bir hujayrali va ko'p hujayraliga bo'lamiz. Endi uning ichida yadrosi bor yo'qligiga nisbatan oladigan bo'lsa, organizmlarni ikkiga bo'lamiz. Yadroli organizmlar, ya'ni haqiqiy yadroga ega bo'lgan yoki yadrogacha bo'lgan organizmlar. Ularda yadro yo'q. Demak, ularni prokaryotlar, yadrosi borlarsa, eukaryot organizmlar deb ataymiz. Unga ko'ra, mana bizda faqat hujayra haqida gapiryapmiz o'rtoqlar. Hujayrani ham ichida yashaydigan organizmlar bormi deydigan savol tug'ilishi mumkin-da kimdadir. Bu bor. Buning nomini biz viruslar deb ataymiz. Avvalambor bu 5-sinfda ma'lumoti emas, lekin aytib o'tib ketaman. Nasib qilsa, keyingi darslarimizda buni to'liq variantini ko'ramiz. Ya'ni 9-sinf biologiyasiga ko'ra 1892-yilda tamaki o'simligining bargida shunday narsani aniqlagan bu Ivanovskiy degan olim, ya'ni shunday kasallik bor ekanki, bu hujayrani ichiga o'tib ketar ekan. Bu tamaki mozaikasi virusi ekan deb aniqlagan ekan. Undan keyin juda ko'p olimlar tajriba o'tkazishgan. Masalan, Leffler hamda Froshlar odamlarda va hayvonlarda oqsil kasalligini qo'zg'atuvchilari ham bu viruslar ekan degan fikrga kelishgan. 1915-yilga kelib esa Tort hamda DRL degan olim tomonidan
bakteriyofag virusi kashf etilgan. Ya'ni bakteriyalarda parazitlik qiladigan virus, bakteriyofag virusi. Nima demoqchimiz? Viruslar shunday organizmlarki, o'rtoqlar, mana hozir juda ko'p hayotda ham ko'ryapmiz. Koronavirus deyapmiz, gripp deyapmiz, hammasi virus yoki gerpes deyapmiz, quturish deyapmiz. Mana shu virus shunday narsa ekanki, bular o'zi mustaqil hayotda yashay olmas ekan. Faqatgina hujayrani ichidagina parazitlik qilish xususiyatiga ega ekan. Tasavvur qiling, mana bu joyda virus turibdi. Virus o'z navbatida o'rtoqlar, esdan chiqarmanglar. Tashqi tomonida oqsili bo'ladi, ichki tomonida esa nuklein kislotasi bo'ladi. Uning nomi yoki DNK bo'ladi, yoki RNK bo'ladi. Ikkov bir vaqtda hech qachon bo'lmaydi, yoki bunisi bo'ladi, yoki bunisi bo'ladi. Demak, ikkita qismdan tashkil topgan ekan xolos. Shunday narsa, ya'ni shunday parazit narsa hayotda erkin holatda yashay olmaydi. Qachonki bu hujayraning ichiga kirsagina faollashish xususiyatiga ega ekan. Bu haqda sizlar bilasizlar. Masalan, ba'zan aytamiz, birdan kimdir qo'rqib kelsa, yomon tush ko'rsa, labida uchuv chiqadi, biz aytamiz, uchuq chiqdi deymiz. Bu nima o'zi asli? Bu gerpes virusi hisoblanadi. Har bitta tanamizda bor, organizmda bor bu virus. Bu faqatgina o'rtoqlar qo'rqib ketganingizda shu qo'rqishingizga javob beruvchi immun hujayralarni faoliyatini sustlashishi hisobiga tashqariga chiqyapti. Lekin bizda buni xalq tilida qo'rqib ketuvdim, uchuq chiqdi deymiz. O'zi asli nima ekan? Bu gerpes virusi ekan. Yoki bo'lmasa, o'rtoqlar, yana bitta narsa, tana shamolladi degan tushuncha egamiz. Lekin, hop, shamollash degan diagnoz yo'q hayotda. Shamollash yo'q. Shunchaki organizmning kurashuvchanlik faoliyatining sustlashuvi degan narsa bor. Lekin bizda nima deymiz? Shamolladik deymiz. Lekin tashqaridan tushayotgan viruslar shu organizmga tushadi, ma'lum bir hujayralarning zararlanishi hisobiga shu hujayraning kurashuvchanligi tushib ketadi. Tasavvur qiling, tashqi muhitda mana koronavirus tushyapti-da, tushib bu mana bizda mavjud bo'lgan qaysi a'zoyimizda bu? O'pkamizda, to'g'rimi? Mana o'pka deya qolaylik. Shu o'pkani hujayralarini zararlayapti. Natijada organizm nafas olishga ozgina qiynalgan, nafas siqqan va har xil belgilar yuzaga kelyapti. Nima? Bu koronavirus o'pkamizga boryapti xolos. Yo ko'rganmisizlar, kimnidir jigarda koronavirus bo'lib qolgan. Yo ko'rganmisizlar, oshqozoni gripp bo'lib qolgan. Yoki ko'rganmisizlar, hop, masalan, o'pkasi gepatit bo'lib qolganini. Yo'q, chunki tashqaridan tushayotgan har qanaqa virus u qaysi hujayrani tanisa, faqat o'sha hujayraga borish xususiyatiga ega ekan o'rtoqlar. O'zi asli bu 5-sinf ma'lumotlarida bu viruslar haqida ma'lumot juda ham chuqur berilmagan, lekin buni hali Xudo xohlasa davom ettirishga harakat qilamiz. Shunchaki bilishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar shuki o'rtoqlar, viruslar shunaqangi parazitlarki, faqatgina hujayraning tashqarisida, tashqi muhitda yashashga moslashgan organizmlar. Agar ular hujayraning tashqarisida bo'lsa, nofaol, qachonki hujayraning ichiga kirsa, faollashish xususiyatiga ega bo'lar ekan o'rtoqlar. Va bu viruslar organizmlarda, o'simliklarda tamaki mozaikasi, hayvonlarda quturish yoki gripp, koronavirus, gerpes yoki bakteriyalarda bakteriyofag kasalliklarni keltirib chiqarish xususiyatiga ega ekan o'rtoqlar. Mana bu hujayra ichi parazitlari. Undan keyingisi mana bakteriyalar. Bakteriya so'zining ma'nosi bu eng yirik mikrob degani. Masalan, tirnog'imizni oladigan bo'lsa, tirnoqning ichidagi kir ham bu bakteriya. Bularni o'rganadigan fan bu mikrobiologiya hisoblanadi. Ya'ni mikro degani bu kichik jonzot, biologiya bu o'z navbatida biologiya. Demak, kichik jonzotlarni o'rganadigan fan bu mikrobiologiya. Nimani o'rganar ekan? Bakteriyalarni. bakteriya nima ekan? Mikroblarning eng yirigi o'rtoqlar. Endi bakteriyalar bu juda ham og'ir kasalliklarga sababchi bo'luvchi organizmlar hisoblanadi. Masalan, kimdirda sil, vabo, o'lat yoki aytaylik sarg'ayma, ichi buruq, ichi terlama, shu kasalliklarning hammasining sababchisi bu yoki kuydirgi, bu bakteriyalar hisoblanar ekan. Mana bu joyda bitta joy qolib ketibdi. Masalan, kimdir ensefalit yoki qizilcha yoki aytaylik gripp, koronavirus yoki suvchechak, chinchechak bo'ladigan bo'lsa o'rtoqlar, viruslar keltirib chiqaradigan kasalliklar edi o'rtoqlar. Xo'p, nima uchun men hozir buni eslab o'tib ketyapman? Bakteriya bilan viruslar keltirib chiqaradigan kasalliklarni bir-biridan farqlay olishimiz kerak o'rtoqlar. Ko'pincha testlarda, savollarda shu narsalar ko'p keladi. Hop, bakteriyani o'zini aytdik biz. Bu bitta hujayra hisoblanadi. Bu hujayraning ichida, hop, evkaryot organizmlardan farqli ravishda yadro bo'lmaydi. Shunchaki hujayra qobig'i, shunchaki ichidagi sitoplazma va ichida DNK va RNKsi mana shu holatda saqlanadi. Ko'rinishdan oddiyga o'xshash mumkin, lekin juda ko'pchilik yostig'ini quritgan o'rtoqlar. Esdan chiqarmaslik kerak. Shuning uchun nimaga e'tibor berish kerak ekan? Gigiyenaga e'tibor berish kerak ekan. Chunki gigiyenaga e'tibor bermaydigan bo'lsa, oddiygina tirnog'imiz orasidagi viruslar ham, bakteriyalar ham juda ko'p kasalliklarga sababchi bo'lar ekan o'rtoqlar.
Xo'p, ana endi bu haqda ham Xudo xohlasa nasib qilsa 9-sinf darsligimizda podrobniy, ya'ni to'liq gaplashishga harakat qilamiz. Va oxirgisi zamburug'lar. Zamburug'larni ham qisqa gapirishga harakat qilaman, ya'ni mavzu yuzasidan. Xo'p, zamburug' nima? Zamburug' bu gribok, qo'ziqorin. Buni juda ham yaxshi bilamiz. Masalan, zamburug'lar juda ko'p, foydalisi ham bor, zararlisi ham bor. Sizga eng tanish bo'lgan, foydali bo'lganini gapirishga harakat qilaman. Tasavvur qiling. Agar siz ayol kishi bo'lsangiz yoki qiz bola bo'lsangiz yoki yosh kattaroq odam bo'lsangiz, buni juda ham yaxshi bilasiz. Nimani hisobiga? Mana bitta endi o'zimizdan sal mutatsiyaga uchrab ketgan bu anaqa tog'oramiz. Buni ichiga mana un solyapmiz, un va suv solyapmiz. Hop, va bunga o'rtoqlar achitqi zamburug'ini solyapmiz. Xalq tilida buni nima deydi? Druja deydi. Solyapmiz. Hop, mana bu joyda un bor, suv bor. Mana shu achitqi zamburug'i unimizning tarkibidagi glyukoza degan, ya'ni C6H12O6 glyukoza degan, ya'ni kraxmal degan hop modda bilan oziqlanishni boshlaydi zamburug'imiz. Oziqlanishi hisobiga natijada karbonat angidrid plus etil spirti ajrab chiqadi. Esladingiz, ko'p o'tgan, oshayotgan xamirni tishlab ko'rsangiz ozgina achchiq bo'ladi. Nimani hisobiga? Etil spirti bor ekan deydi. Mana bu karbonat angidrid bu gaz. Gaz esa ko'tarilish xususiyatiga ega yuqoriga. Shuni hisobiga xamiringiz oshadi. Qissadan hissa shuki, zamburug'larning hammasi ham zararli emas. Shunday foydali zamburug'lar bor, biz uni sanoatda va laboratoriyada ishlatamiz. Sanoatda, uy sharoitida oddiygina xamirimizni oshishi uchun mana shu zamburug'lardan foydalanamiz. Ya'ni achitqi zamburug'idan. U xamir tarkibidagi glyukoza bilan oziqlanadi hamda karbonat angidrid etil spirtini chiqarishning hisobiga xamirimiz tez oshadi. Endi eslab qoling. Xamiringizga oddiygina suv qo'shadigan bo'lsangiz, uni tarkibida uglevodni miqdori kam bo'ladi. Shuni hisobiga xamiringiz juda zo'r oshmaydi. Agar siz xamiringiz tarkibiga sut yoki shakar qo'shadigan bo'lsangiz yoki xamirni siz sutga qiladigan bo'lsangiz, haqiqatan ham xamiringiz juda ham katta oshadi. Buni siz tajribada bilasiz. Men aytishim shart emas, shunchaki eslatib o'tib ketdim o'rtoqlar. Demak, mana bu bizani zamburug'larimiz haqida qisqacha ma'lumot. Lekin zamburug'lar ham juda ham ko'p mavzu hisoblanadi. Buni ham alohida to'xtalib o'tamiz. Masalan, qaysi zamburug'ni iste'mol qilsa bo'ladi? Qalpoqchalik zamburug'dan qaysi birini iste'mol qilsa bo'ladi? Qaysi birini iste'mol qilsa bo'lmaydi? Nima uchun buni shartli ravishda iste'mol qilinadi deyiladi yoki qaysi zamburug'ni biz tashqi ko'rinishiga qarab iste'mol qila olamiz? Shunga o'xshash ma'lumotlarni Xudo xohlasa kelasi darslarimizda o'tishga harakat qilamiz. Bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. Kelasi darslarda ko'rishguncha sog'-omon bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Bundan-da qiziq temalarni ketma-ketlikda sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.